сөзді айтыңыз. Assalamu qarindoshlar. Bizde proyekt var, ana tilda so'zlashgan, hozir o'tib qolganlardan o'ruscha so'zlaymiz, ular bizga uyg'urcha tarjima qilib berish kerak. Assalomu alaykum. Biz Yoshlar ovozi degan to'pidan proyekt var bizda. Biz sizlarga hozir bir shiki o'ruscha so'zlaymiz, so'zni. Sizlar uyg'urcha oldisangiz. Ili. Keyin bo'ldi bu. Keyin degan bo'ldi. Yaki. Ikkinchi so'z no. No degan, yoq degan so'z. Ikkin biroq, aha. Любой. Endi любой degan hammasi qanday qilib bo'lsa bo'ldi. Peshera. Peshera degan nima bu? O'ngir. Durust. Вечный. Вечный degan mangulik degan so'z. Assalomu alaykum. Biz Yoshlar ovozi degan to'pidan biz hozir bir proyekt var. Sizlarga o'ruscha so'zda sizlar uyg'urchaga tarjima qilamiz. Mümkün mü? Давайте. Попробуем. Попробуем. Потому что. Шун. Durust. Двор. Doğru. Şikaldi. Aha, hoyla. Пешком. Piyada. Durust. Курица. Toxo. Qol rahmat aka. Ne demek? Ma'qul, rahmat. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Biz Yoshlar ovozi degan to'pidan bo'lamiz. Sizlarga bizda proyekt var. O'ruscha so'zda sizlar tarjima qilsangiz bo'ladimi? Boshlaylik. Grip. Og'riq bor, grip uyg'urcha. Uyg'urcha grip bu. Ya. Tumo. Грязный. Durust. Двор. Hoyla. Aha, durust. Ma'qul rahmat aka. Rahmat, sizga hozir o'ruscha so'z desek, siz uyg'urcha tarjima qilsangiz. Sayli. Сложный. Qiyinchilik. Летучая мышь. Shaprat. Aha, durust. Durust. Месть. Mis. Mis birden andi o'zilish. Durust. Окно. Mart degan Mart ayının periyodi. Tarjimasi. Navruz bo'ldi. Noruz. Navruz. Ma'qul rahmat aka. Told me I'm a boss 'cause I never take a loss.